14 yoshli bola shu 7 yoshli qizaloq bilan uyatli narsalar qilishni boshlagan. Bilasizmi, mana shu bittagina oddiy telefon juda ham katta muammolarni oldini olishga va sirri fosh bo'lishiga sababchi bo'lgan. Qabulimga bir necha yil oldin 7 yoshli qizaloqqa olib kelishdi. Bilasizmi, shunchaki u telefon o'ynayotganida bilmasdan bitta-ikkita voqeani suratga olib qo'ygan. Bu narsa u bilan muntazam ravishda sodir bo'lgan. U tog'asinikiga yozgi kanyikulda borgan va u yerda tog'asini o'g'li va o'zi xolakasim o'ynashni yaxshi ko'rishgan. Bolalar har doim o'zi haqidagi narsalarni bilishmaydi va o'zi bilan qilinayotgan narsalarni noto'g'riligini bilishmaydi yoki ko'p holatda bu narsani aytishga qo'rqishadi va u bolaga telefonni shunchaki kamerasiga o'sha yerda bo'layotgan narsalarni bilmasdan telefonini kamerasini olib qo'ygan va ona shu orqali xabardor bo'lgan. Xolakasim o'ynaymiz, sen bilan men ada bo'laman, sen oyi bo'lasan kabi 14 yoshli bola shu 7 yoshli qizaloq bilan uyatli narsalar qilishni boshlagan va mana shu narsa telefonga tushib qolgan. Oyijonisi, shuning uchun farzandingizni akamnikida, ukamnikida yoki o'sinimnikida deb emas, yaxshilab kontrol qiling. Agar o'sha qizaloq jinsiy tarbiya haqida ma'lumotlar bo'lganida, uni uyatli joylariga tegish mumkin emas bo'lganida va buni bilganida oyisiga kelib aytardi. Shunchaki u narsani aytmagan va mumkin emasligi haqida ham bilmagan. Telefon orqali bu narsa fosh bo'lgan va bu qiz bilan biz uzoq muddat ishladik. Shuning uchun farzandingizga har doim ehtiyot bo'ling. Har doim aka-ukani ham, opa-singilni ham bir-biri bilan qoldirmang. Orada har doim shayton bor. Farzandingizga ehtiyot bo'ling.